Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa mashinani obzor qilyapmiz? Kommentariyada fikringizni qoldirib qo'yasiz. Xullas, D kategoriyada turizm bilan shug'ullanaman degan uchun juda ham katta bahaybat mashina topib qo'ydim. Maxus V80 2023-yil 53.000 probegida, kraskalari top-toza dedilar. Bemalol o'zingiz uchun tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashinani qarang, uzoqroqdan ko'rsatib bering-da. Juda ham bahaybat. Nima deb o'ylaysiz? Tomini qanaqa yuvladi buni? Kommentariyada qoldirib qo'ying. Meni aqlim yetmadi tomini yuvishga. Xullas, mashina juda ham zo'r ekan. Ayniqsa turizm bilan shug'ullanaman degan uchun litsenziyasiga chop bo'lgan ekanlar. Dvigatelga keladigan bo'lsak, 2 turbo dizel. Rasxodi maksimum 10 ta rasxod qiladi deyaptilar. Metan bilan ham unaqa katta farq qilmas ekan. Egalarni aytish bo'yicha 100 kilometrda 30.000 so'mga farq qilar ekan. Xullas, mashina juda ham go'zal. Biznes qilaman, soqqa topaman degan uchun menimcha shokolad variantda o'rindiqlar soni 17 ta ekan, 21 talik qilsa ham bo'lar ekan. Mashinaning saloniga e'tibor bering. Xullas, haydash uchun juda ham udobni, lekin meni kategoriyam bu, minomaman. Multirollari bor ekan, xullas konditsionerlari bor ekan. Mashina juda ham bahaybat. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini taxmin qildingizmi? Bitta like bosib qo'ying-da. Bilaman, buni bahaybatini ko'rib 30.000 dan tepada bo'lsa kerak deb o'ylayapsiz. Yo'q, unaqa emas, ishoning. 23.5 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Bitta sharti sizda D kategoriya bo'lishi kerak.